Buni bazalt nima degani o'zi bu? Bu issiqlikni, sovuqlikni saqlaydigan qurilish materiali. Gazni iqtisod qilasizlar. Elektrda iqtisod qilasizlar. Qishda kunida o'sha gazni yoqmay turib ham issiqqina turadi uylaringiz. Salqin yozda konditsionerlarni yoqmasdan turib ham bir ozgina salqinlashtirib, salqingina turadi. Juda ham mana elektrdan pulni iqtisod qilasizlar. Keyin gazdan pulni iqtisod qilasiz. Hurmatli prezidentimizni xalqqa o'ylab qilayotgan ishlari, islohotlari. Qurilgan narsalar buzilmasin, bazalikni boshlayvering. Boshlayvering.